Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi yana bir trenddagi darvozamizda Andijon viloyati Izboskan tumaniga olib kelib o'rnatdik. 355 ga 4 metr bo'lgan bu darvozamiz 10.700.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metr 750.000 so'mdan o'rnatildi bu darvozamiz. Darvozamizda qisqacha materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 355, bo'yiga 4 metr bo'lgan bu darvozamiz. Profillari stoykalaridan boshlasak, stoykalari shviller, 10 ga 5 shviller bo'ldi. Ikki oyog'ini tagi shviller bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1,5lik stenada, listlari 1,3lik stenada bo'ldi. 1 kvadrat metri 750.000 so'mdan. Juda chiroyli chiqdi. Zamoqlar o'sha har doim qo'yadigan zamogimiz super zamok. Kraskalari mokra asfalt, beo kraska bo'ldi. Juda chiroyli holda o'rnadi. Ruchkalarigacha nejvinkalar qo'yildi. Nejvinkalarning endi ustidagi salafanini olgani yo'q. Keyinchalik remontdan keyin olaman deb orqa holatlari. Orqalari ham mana tekis, tepalari lazer bo'ldi. Darvozaxona sal havoylanib, sal yorug' turish uchun tepani lazer qildirdi akamiz. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xohlasa doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini yoritib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.